Endi talaba tomonidan joylanadigan ma'lumotlar kitobxonlik madaniyatidan platforma ishlab chiqqanmiz. Ko'pchilik ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak, adashmasam. 230 bitta talaba ro'yxatdan o'tgan ekan hozir bu yerda. Ishlash qanday bo'ladi hozir bunda? Menimcha tekshirgan bo'lsanglar kerak. 230 bitta talabaning orasida bo'lgan bo'lsak, avvalo ro'yxatdan o'tib olamiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz ro'yxatdan o'tganlar bo'lsa shart emas. Ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tishda Hemish ID'ni kiritasiz. Sizni tanigandan so'ng tekshirish qilasiz. Ma'lumotlar avtomatik chiqadi. Keyingi bo'lim nimada? Hozir bu talabani endi ko'ramiz hozir. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, ketib ko'ramiz. Ro'yxatdan o'tmagan demak bu aytyapti ma'lumotlaringizni. Agar ma'lumotlaringiz xato bo'lgan bo'lsa, menga yozsanglar to'g'rilab beraman yoki bu yerda Hemish ID topilmadi deydigan bo'lsa ham yozsanglar men qo'shib beraman. Ya'ni ayrimlarda serverda ma'lumotlar ko'chirganda ayrimlar ma'lumot tushib qolgan bo'lishi mumkin. Yozyapti Abduhamid Nurbek Abdukarim o'g'li. Xata nemis 2401. Ya'ni ikkinchi kursdagi Roman German tillar fakulteti. Xorij tili adabiyoti nemis tili ikkinchi kurs o'zbek guruhi. Parol qo'yiladi bu yerga. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bosganimizdan so'ng avtomatik dashbord ochiladi bu yerda. Mana xush kelibsiz. Abduhamid beryapti. Interfeysdan ko'rayotgan bo'lsangiz tushunarli. Mana bu nizomga qaytadigan bo'lsak, kitobxonlik madaniyat talabalarga 100 ta eng sara badiiy adabiyotlar mutolaa qilish tavsiya etiladi. O'quv yili davomida 10-12 ta adabiyot o'qisa 20 ball, 7 ta 9 tadan bo'lsa 15 ball, 4 ta 6 ta bo'lsa 10 ball. O'quv yili davomida badiiy adabiyot o'qimagan talabaga ball berilmaydi, ya'ni test topshirmagan talabaga. 100 ta eng sara badiiy adabiyotlar ro'yxati maxsus elektron platformaga joylashtiriladi, ya'ni yuqoridagi platformamiz talabaning kitoblarini mutolaa qilganiga aniqlash bo'yicha testlar tutiladi va platformaga joylashtiriladi. Bu yoq endi tushunarli. Mana Hemish ID bilan kirdik. O'zingizlarga kerakligini tanlaysizlar, ya'ni yillik ball, o'qilgan kitoblar, tanlangan kitoblar, keyingi daraja deyilyapti bu yerda mana. Har bir kitob uchun 20 ta savoldan 10 ta tasodifiy tanlanadi. 6 va undan ko'p to'g'ri javob o'qilgan hisoblanadi deyilyapti. Bu yerda men platforma ishlab chiqishda 20 tadan 10 tasini chiqargan qolganman. Endi ehtimol komissiya bilan ko'rib chiqilganda o'zgarishi mumkin bu tartib. Kitoblar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana 163 ta kitob bor, adashmasam. Umumiy hisobda Abduhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Abdulla Oripov, Qodiriyev sirat bo'yicha men testlarda demo testlar joylaganman. Ayrimlar buni ishlab ham ko'rgan. Tanlash qilasizlar. Tanlash qilganlardan so'ng mana tanlanganlar kitoblar 5 tadan 12. Hozir test topshirish boshlagan bo'lsak, test topshirish vaqtincha yopilgan deyilyapti. Hozir bundan biz chiqib turamiz. Admindan kiraman. Bu yerda test topshirgan bo'lsam, ishlash imkoniyati ochiladi bu yerda. Hozir boshqasini kirdik. Tanlangan kitoblarimiz turibdi bu yerda. Dashbordga o'tadigan bo'lsak, mana tanlangan kitoblar 5 ta, siz yana 7 ta tanlashingiz mumkin deyapti. Ya'ni umumiy hisobda 12 ta kitob bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda ham 10 tadan 12 ta adabiyot o'qigan bo'lsa, 20 ball beriladi deyilgan bu yerda. Ko'rgan bo'lsanglar, kitoblarga o'taman. Test topshirishni bosadigan bo'lsam, test chiqadi. Vaqtini ham hozircha 15 daqiqa berganman. Bu ham ehtimol keyinchalik o'zgarishi mumkin. Ehtimol test topshirish tartibi ham o'tgan yilgacha Hemishda qolishi mumkin. Bu hozircha aniq emas. Buni endi albatta mas'ullar biladi. Test ishlaymiz. Har bitta javob beradigan bo'lsak, avtomatik o'tib ketadi. Agar keyingisini o'tkazadigan bo'lsak, 3-chini belgilamadik, ko'rayotgan bo'lsanglar. 5-6 ni ham belgilamayapmiz. To'rttazni belgilab olyapman. Testni yakunlashni boshlagan bo'lsam, javob berilmagan savollar bor deyapti. 3, 5, 6 avval ularni belgilang. Ya'ni biz javob bermaganlarimizni belgilashimiz kerak albatta. 6 bosdik. Keyingisi testni yakunlashni boshlagan bo'lsak, barcha savollarga javob berdingiz, testni yakunlaysiz deyapti. Yakunlashni bosamiz. Boshlagan bo'lsak, afsuski o'tmadi. Ya'ni bu yerda biz qo'yganmiz 6 talik talab, ya'ni 10 ta testdan siz 6 tasini albatta ishlagan bo'lishingiz kerak. Shunda testni siz
test emas, kitobni o'qigan hisoblanasiz, ya'ni 60% ishlasangiz testdan 10 tadan o'tish uchun kamida 6 to'g'ri javob kerak deb mana bu yerda sizga izohini ham beryapti. Barcha natijalarda ko'rgan bo'lsak, mana Abdulhamid Cho'pon Dilmurod Qur'onovning kitobi hisobga olinmadi deyapti. Ya'ni bu kitob o'qilmagan hisoblanadi. Endi bu testni qayta ishlash mumkinmi deyiladigan bo'lsa, savol bo'lgan bo'lsa, kimdadir yo'q, mumkin emas. Siz bitta kitob uchun bir marta imkoniyatga egasiz. Ya'ni bu qilingan sababi testni tarqab ketmasligini oldini olish uchun shunday qilingan. Chunki test bazamiz ko'p bo'lmasligi mumkin bitta kitob bo'yicha. Shuni hisobiga bitta faqatgina bir marta urinishda mumkin ishlay oladi, xolos. Ko'radigan bo'lsak, o'tmadi holati turibdi. Bu narsa kitoblarga o'tadigan bo'lsak, natijani bossak, mana bu joyga ko'rinadi. Bu yerda javoblar ham chiqmaydi. Shunday ishlab chiqilgan tizim. Keyingi testlarda ham xuddi shunday ishlanaveradi. Agar testda boshqa kitob tanlab, masalan, Abdulla Avloniyni o'qimoqchi bo'lmasangiz, test topshirish boshlanib ketdi hozir. Abdulla Avloniy ishlamoqchi bo'lmasangiz, mana bu joydagi X tugmasini Abdulla Oripovni aytaylik, ishlamoqchi bo'lsangiz, X bossangiz, kitobni ro'yxatingizdan olib tashlasin deb. OK'ni bosasiz, bu olindi. Endi o'rniga boshqa kitob tanlashingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu tartibda 12 tagacha kitob tanlashingiz mumkin. Bu kitobxonlik madaniyati, ya'ni birinchi ko'rsatkichga mos keladi. Bu yerda ham 10-yilgacha mas'ullar bilan gaplashamiz, 10-yilgacha tashkillashtirishda harakatlar qilamiz testni. Bu yerga mana bu joydagi o'zingizning natijangizni kiritasiz, ball shkalasi. Ya'ni siz mana ko'rsatyapti 0 bilan 3 ta kitobni orasida 0 ball olingan. Shu joydagi skrinshot qilasiz, ekraningizni rasmga olasiz va mana bu joyga PDF holatda yuklaysiz. Nechta kitob deyilgan bo'lsa, mana bu joyda 0 3 ta kitob deyapti, 4 yo 6 ta kitob, 7 9 ta kitob, 12 ta kitob. Shu joyda tanlab turib, necha bo'lsa tanlaysizda, fayl yuklaysiz, skrinshot qilinganini PDF qilib yuklaysiz shu joyga. Saqlashni bosasiz, bo'ldi. Bu ketdi. Tanlov va musobaqalar, ko'rik tanlovlar. 3-kirtiya. Bu yerda tanlov va musobaqalar deyapti. Tanlov. 5-si bu joyda. Xalqaro, respublika, viloyat miqyosdagi ko'rik tanlov, fan olimpiadalari va sport musobaqalarida ishtirok etganligini erishgan natijalari. Bir narsani to'g'ri tushuninglar, gruppada, grant aytish gruppada ham aytdim, ko'plab holatlarni ko'rib chiqdik. Institut miqyosida o'tkazilganlar hisobga olinmaydi. Shuni tushunib olinglar. U masalan siz birinchi o'rinda oldingiz, qanchadir bir moddiy rag'bat oldingiz, farqi yo'q. U institut o'zi uchun institut ma'naviyat bo'limi bo'ladimi, o'quv bo'limi, qaysidir bitta bo'lim tomonidan tashkillashtirib, institut doirasida tashkil etilgan tanlov, ko'rik tanlov va boshqa musobaqada siz birinchi o'rinda oldingiz, sizga bu 3 ball beriladi degani emas. Ya'ni ta'lim muassasasi bosqichida deyapti. 3 ball beriladi degani emas bu narsa. Bu yerda aytayapti, xalqaro, respublika, viloyat miqyosidagi ko'rik tanlovlar. Viloyat miqyosida viloyat hokimligi tomonidan yoki kimlardir tomonidan tashkil etildi. Shuni institut bosqichi o'tkazildi va kimdir undan viloyat bosqichiga o'tdi. Mana shunaqa tartibdagi tadbir, ya'ni olimpiada musobaqalarida erishgan natija bo'lsa, bu inobatga olinadi. Boshqa holatlardagi zakovat, boshqa narsalar hisobga olinmaydi. Albatta, institut bosqichidan keyin ham qandaydir o'zidan undan keyingi bosqich bo'lishi kerak. Bunga joylaydigan ma'lumotingiz, ya'ni tanlov va musobaqalarga joylagan ma'lumotingiz. Ma'lumot qo'shishni bossak, mezon bo'yicha xalqaro darajada, muassasa darajasida, viloyat va hudud darajasida, ya'ni davomli bo'lishi kerak-da, bu narsa tugab qolmas kerak. Institut o'zida qanaqadir shaxmat bo'yicha musobaqa tashkil etildi yoki boshqa bir. Bu yerda birinchi o'rinda oldingiz, futbol deylik masalan. Bunda birinchi o'rinda oldingiz, bu muassasa darajasi deb turib birinchi o'rinni tanlasangiz, bu rad etiladi. Sizga 3 ball berilmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. Ya'ni u institutni ichida tashkil etilgan. Birinchi o'rinda oldingiz futbol bo'yicha institutda, endi siz viloyat darajasiga chiqdingiz. Bunda endi beriladi. Futbol jamoaviy o'yin, 6 ta o'yinchisi bor desak, kamida 10 ta bo'lsa desak, 10 talasiga ham yuklash mumkin. Ikkinchi yoki birinchi o'rinda olgan bo'lsa. Ya'ni bitta talaba yuklash shart emas, ya'ni bitta talaba faqatgina bitta talaba yuklashi mumkin emas, faqat
har biri alohida yuklab qo'yish kerak. Ya'ni bittasi yukladi, qolganiga o'tadi degan emas. Sertifikatini shu jamoaviy mana bu jamoa yutdi degan 3-o'rin bilan yoki 2-o'rin bilan degan sertifikatni shu joyga yuklaysizlar, tanlab turib. Demak, keyingi to'garaklarda ishtiroki. Shu yerda ko'pchilik har xil narsalarni yuklab olibdi. Ko'rdik haligi Twitterlar bilan nima qilganda 5 muhim tashabbus doirasidagi to'garaklarda faol ishtiroki. Kimdir institut tashkil etgan seminarda qatnashganini qo'yib qo'yibdi, xalqaro qaysidir mana bu nimalarda boshqa narsalar. Bu yerda tushunib olinglar, 5 muhim tashabbus doirasidagi to'garaklarda faol ishtiroki deyapti. 186 ga o'tadigan bo'lsak, bu 186 da ikkinchi ko'rsatkich ekan, 5 muhim tashabbus mana. Birinchi bandida 5 muhim tashabbus doirasida oliy ta'lim tashkilotida tashkil etilgan har bir to'garakdagi faol ishtirok uchun 10 ballgacha baholanadi deyiladi. Madaniy va san'at yo'nalishidagi to'garaklarda 10 ball, sport yo'nalishidagi to'garaklarda 10 ball, axborot texnologiyalarida 10 ball, kitobxonlikda ham 10 ball. Har birida 10 ballgacha beriladi. Talaba tomonidan agar siz 5 muhim tashabbus doirasida siz to'garak tashkil etgan bo'lsangiz, u o'quv markazida yoki bo'lmasa boshqa ishlaydigan joyingizda emas, 5 muhim tashabbus doirasida. Ya'ni bizda 5 muhim tashabbus rahbari bor, shu tomonidan siz tasdiqlangan ma'lumotni yuklaysiz. U tasdiqlab beradi sizga ma'lumotni. Ma'lumotnoma tashkillab beradi. Qaysidir bandga tushsa, shu yo'nalishda qilingan ishlar yo'q, shuni tasdiqlab beradi. Agar siz to'garak tashkil etgan bo'lsangiz, 20 ball beriladi. Qo'shadigan bo'lsangiz, ma'lumot qo'shish mana bu joyda turibdi. Ko'p marta tanlov turibdi. Bu yerda o'qigan bo'lsangiz, tanlash turibdi. Ya'ni har biri bo'yicha berishingiz mumkin. U xodim, ya'ni ijtimoiy komissiya sizga 10 ball emas, bitta nimada yetarli beradi. Aytaylik, sport sessiyalarida siz to'liq aktiv emassiz, siz axborot texnologiya to'garaklarda aktivsiz, sportda unchalik aktiv emassiz. Sport bo'yicha ma'lumot yuklab qo'ygan bo'lsangiz, sizga masalan 2 ball beradi, axborotingizda yaxshiroq bo'lsa, unga 8 ball beradi. Maksimal 10 ball beriladi bu yerda sizda. Hammasiga ma'lumotni joylaysiz. Mana bu joyda hisoblagan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 ta. 7 tasiga ma'lumot joyladingiz. Menda o'zi 70 ball, 80 ball bo'ldi degan narsa emas. Ya'ni sizga maksimal bu ko'rsatkich bo'yicha 10 ball beriladi. Qaytarib o'tay debman yana. Sizni ish joyingiz yoki boshqa joyda emas, aynan 5 muhim tashabbusdagi bo'lishi kerak. Yuklangan ma'lumotlar. Madaniy tashriflari, teatr va muzey, xiyobon, kino, tarixiy qadamjolarga tashriflar. Yani 186 ni ochadigan bo'lsak, bunda teatr va muzey, xiyobon, kino, tarixiy qadamjolarga 9-ko'rsatkich ekan. Yozyapti, talabalarning teatr, muzeylar, kino zallarga tashriflar soni Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xiva, Qo'qon va boshqa shu kabi qadimiy shaharlarga, otimi joylashgan hududdan boshqa joydagi qadamjolar, turizm, ekoturizm, sayohatlar inobatga olinadi va har biri quyidagicha baholanadi. Har oyda kamida 1 marotaba tashrif 5 ball. Har 2 oyda kamida 1 marotaba tashrif 3 ball. Semestrda kamida 1 marotaba tashrif 1 ball beriladi. Bu yerda yozyapti. Talabalar teatr va kino tarixiy qadamjolarga tashrif buyurganda tasdiqlovchi hujjatni maxsus elektron platformaga joylashtiriladi, ya'ni MS ga joylashtiriladilar. Tasdiqlovchi hujjat sifatida hudud geolokasiyasi, hududga tushirilgan fotosurat inobatga olinadi. Hujjatlar guruh Twitter'i va undan yuqori kurslarga talabalar uchun fakultetdagi o'rinbosar tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni sizni o'sha joyga borganligingizni Twitter tasdiqlaydi, ertadan keyin Twitter javobgar hisoblanadi. Gruppaga grant atish gruppasiga ma'lumot tashlaganman. Shablon. Bu yerda siz ma'lumotni yozasiz va tagiga va ikkitadan agar siz guruh bo'yicha guruh bo'lib Twitter tomonidan yoki fakultet dekan zam dekan, ya'ni dekan muomala tomonidan tashkillashtirilgan joyga olib borilgan bo'lsa, ya'ni guruh sifatida. Albatta bu kanalda yoritiladi. Ikkita rasm qo'yasiz, o'zingizni tushgan rasmingiz bo'lishi kerak, ya'ni siz rasmda aks etgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni rasmga siz olgan bo'lsangiz, sizni inobatga olinmasligingiz mumkin. Ya'ni kimdir rasmga men rasmga olgandim deb yo'q. Bunda albatta siz o'zingiz rasmga chiqqan bo'lishingiz kerak. Ikkita qo'yasiz, yo bitta bo'lmasa ikkita holatga qarab, nechta borligiga qarab, 5-10 ta bilan to'ldirib olish shart emas. Agar rasmiy kanalda yoritilgan bo'lsa, rasmiy kanaldagi havolasini olasizlar.
o'sha ma'lumotni xabarni olib ikkita rasm qo'ygandan so'ng uni tagiga yozib qo'yasizlar sanasini va linkini qo'yib qo'yasizlar. Agar siz guruh bo'lib institutlar tomonidan tashkil etilganda emas, o'zingiz oilaviy bordingiz. Bunda ham albatta Twitteringizni tasdiqlash kerak. Rasmingizni ilova qilib ma'lumotingizni tayyorlarsiz, Twitteringizni